O'g'li, gapira olmayman, noka. Men Dubayda. Namanganda o'zi yo'q edi. Yordamini berib turish kerak. Shu qizlar. Mana uni Mostermida. Mash Sardoba yo'q edi. O'shanga şeydamiz. O'zimizni Namangandan qo'ymasin. Yo, mehmon bo'lib kelganmiz. Ko'chalari, yana ovqatlanishirnaga ovqatlar yaxshi. Resim qo'yamiz chetiga. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Sardorbek Bosxonov. Bugun Namanganda suhbatimizni yana davom ettiramiz. Boshlaymi? Mana birinchi ukamizni topdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimingiz menikiga o'xsharkan, menga havas qilasizmi? Sizni kuzatganman Instagramda. Shu bolaga o'xshashga orzu qilaman-da, bir xil kiyim olganman. Ha, qaysi shahardansiz? Men shu Andijondan Namanganga mehmon olib kelganman. Ikkita bizneschilar bor, o'shalarga qarab yaqinda qaytib ketaman. Agar sizga imkoniyat bo'lganda, qaysi mamlakatga ketgan bo'lardingiz? Menda imkoniyat bo'lganda Tailandga ketgan bo'lardim, chunki Nimaga sababi? sababi Tailand yoqadi. Sizga Namanganda nima narsalar yoqdi? Menga Namanganda somsalar yoqadi. Somsalar? Juda ham yaxshi. Namanganda 10 balldan necha ball berasiz? 10 balldan 10 ball bergan bo'lardi. Kattakon rahmat. Endi orqangiz o'gining. Bolalar 1 minutga ketmani. Sizlardan intervyu olmoqchi, intervyu bermaysizlarmi? Bir o'tishga. Baxki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz mana shu Namangandanmisiz? Mana shu Namanganda yashaysizmi? Ha? Ismingiz nima? Abdullo. Abdullo. Namanganda sizga eng yoqqan narsa nima? Moshina. Moshina yoqadimi? Qanaqa moshina yoqadi? BMW. Moshina yoqadi. Ile agar sizda imkoniyat bo'lganda qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Amerikaga. Amerikaga ketgan bo'lardingiz, ha? Ha. O'zi ingliz tiliga o'qitganmisiz? Necha etapsiz? 1. What's your name? My name is Abdullah. Хорошо, нормально. Ile Namanganga 10 balldan necha ballik sistemada ball berasiz? Yo, o'zim bilmayman, o'qishimni. Ya, misol, o'zingizning fikringiz 10 balldan necha ball berasiz? Masalan, 7 bo'lishi mumkin, 8 bo'lishi mumkin, 10 bo'lishi mumkin. Agar Namanga o'ta olsa, o'zingizning fikrlashingiz bo'yicha. 4. Nimaga 4 berasiz? Bu juda kam-ku. Gapira olmayman, noka. 10 balldan 10 ball qo'ysangizchi. Bir to'xtab tur. Bo'shqa bundan so'ng 10 balldan 10 ball beraman deysiz. Bo'shtasizmi? Videoni keyin so'ramiz. Namanganda 10 balldan necha ball berasiz? 10 ball. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Suhbatimizni biz yana davom ettiramiz. Yur. Videoni to'xtatmay qo'yavergin, ha. Birinchiga so'ra ekan. Hammasi keyin so'raladi. Sizlardan ham gap ketchichaga. Ba'zi bir narsani qilib boramiz. O'sha nima o'ylayapti? Kadr o'rta jarayonlari. Mana yana bitta bizga sherigimiz kelibdi. O'zim yaqinim. Bir-ikki so'gina videolarni. Suhbatimizni davom ettiramiz. Drops in the cloud, cameras in the sky, cast from the fleet, shadows in the sky. Together. Bu telefonni iPhone qilib olish kerak. Yaqinda bo'ladi, ukam. 100 ming ta obunachi yig'a, o'shani bitta iPhone sovg'a qilaman o'zimga. 100 k bo'lganim bilan. Nima so'raymiz? To'xtato'ray, bu to'lib ketadi. 2 minut o'rgada. Buni qaytani kesasiz. Ha, oxirigacha ko'rib chiqaman-da. Sendan To'xtab tur, yuringni, videoni. Anonlardan to'xtaymiz. Yo, to'xtatma. Assalomu alaykum. Sizdan intervyu olsa bo'ladimi? Assalomu alaykum, nima? Ha, bo'ldi. Rahmat. Yur. Yur. Ya, apalar bo'lmaymiz. Sapsiniqlar. Siz nima qilyapsiz? Ya, qizni olmaymiz-ku. Assalomu alaykum. Siz bilan intervyu olsa bo'ladimi? Intervyu oddiy mana shu Namangan haqida bir-ikki so'z gapirib berasiz. Bilaveradimi? Ya, bir-ikkita so'z xolos, bir-ikkita savol. Ya, mayli, improvizatsiya bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismingiz nima? Abdulloh. Abdulloh. Siz bu yerda Namanganda yashaysizmi? Albatta. Namanganda sizga eng nimalar yoqadi Namanganda? Eng yoqqanlari? Eng yoqqanlari Namangan yaxshiligi, tuzuvligi, tinchligi. Tinchligi.
afsona bog'lar yoqadi. Ha, kakasi o'zi afsona bog' hammaga yoqadi shekilli, o'zi hamma afsona bog' deyapti. Namanganga 10 balldan necha ball berasiz? 8 ball. Nimaga sal kamchiliklar bor-a hozir? Hamma joyda kamchilik bo'ladi. Agarda siz imkoniyat bo'lganida qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Men Dubayda. Dubayga. O, kattakon rahmat sifatingiz uchun. Kattakon rahmat. Tinch bo'ling, aka. Yana davom ettiramiz. O'zi bu adashmasam ikkinchi, uchinchi odam o'tib kerak. Ikkinchi. Oxirida oldindan qattiqroq ushlab turganda odam o'lla sharmandasimi? Bo'ldi, davay, ketibdi. Mikrofonni ushlab tur, bitta qo'lingda, ikkita qo'lingda o'gi. Oldinroqda yur o'zgina. Eli bitta o'girib ketasan. Qila. Hepsini qila. Saniqli. Yur ana bu bratdan olamiz. Assalomu alaykum aka, sizdan intervyu olsa bo'ladimi? Yo'q. Ha, bo'ldi, rahmat. Yur. Sifatimiz o'smay ketmana. Bunaqa kirish kerak. Bozor ichiga kirish kerak yo. Mana bratdan olamiz. Qiza yo'q. Assalomu alaykum aka, sizdan intervyu olsa bo'ladimi? Intervyu olsa bo'ladimi sizdan? 3-4 ta Namangan haqida gap gapirib berasiz. Bir ikkita savollar beraman. Nima deysiz? Sheydanmi? Sheydagi blogerlar. Bo'laveradimi? Hasan boshida. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? İsmim O'limboy. Hozir bir minut. Ismingiz nima? İsmim O'limboy. Sizga Namanganda nima narsalar yoqadi? Eng ko'p yoqqan narsalar. Namanganda o'zi yoqadi. Ha, Namanganda o'zi yoqadi dema. Namangan o'zi yoqadi. Namanganga 10 balldan necha ball sistemada ball qo'ygan bo'lardingiz? 10 ball qo'ygan bo'lamiz. Qo'yardingiz. Agarda sizga imkoniyat bo'lganda qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Hech qayerga ketmaymiz, shedimiz. O'zbekiston baribir vatan o'zi yaxshi-a. Kattakon rahmat aka. Bo'ldi. Ha, tinch bo'ling aka, rahmat. Nima deysiz? Sardorbek Bosxam Instagramda, YouTube'da chiqadi. Instagramda, YouTube'da. Sardor pastga chiqcha Bosxonov. Sifatimiz kim? Bilmadim. Qiza yo'q, videoni bo'linmas ekan. Shu aneda tushamiz, nerga betga o'tamiz. 3-4 dana syomka ketadi. Sevishkalada video olamiz. Yo'q, ertaga. Sevishkala bo'lsa ertaga yana uzatib qo'yamiz-ku. Mana. Yo'q. O'zim bilaman, bu yerda mikrofon o'zi bo'ldi-ku. Yo'q. Jigar intervyu berasizmi? Intervyu. Jigar, tinchsan? Ketdi. Seni lavashga kirib intervyu olvorsammi-ki? Xodimlar ruxsat bermasa ham kerak-ku. Xodimlar do'ng. Yer mana okrada olamiz. Assalomu alaykum aka, sizdan intervyu olsa bo'ladimi? Yo'q. Bir ikki qiz. Qo'lam berishmadi. Mayli. Shunaqa ham bo'lib turadi endi. Bir ikkita kamchiliklar bo'ladi. U soat adashmasam 9 dan bo'lma. Ya seni lavashda hali ozgina bor. 2 haftadagi atak seni lavashda olsam ham bo'laveradi. Ama yomon chanqab ketdim, ammo borgan sari. Yer bekatga o'taylik, bekatdan bundan olamiz intervyu. Drapsınıkla. Sakatora качество dogina. O'zasi jigarlarda olishadi. Ammo keyingi videomiz kompyuterxona haqida bo'ladi. Kompyuterxonada video olamiz keyingi videoni. Kompyuterxonada video. Her botta bekatda o'tirganlardan video olaylik. Bekatda ham katta качествоda ko'rsatmaysanmi? Video olasanmi? Nima deysiz? Acha video keskin, mayli. Yordamimizni ham beramiz. Videoni o'chirmay qo'yaver. Sapsiniqla. Operatorlik vaqtida ham shunday video yordamini berib turish kerak. Odamlarga ham blogerlar yordam etdi. O'shada yordam hech qachon ayamaslik kerak. Mayli aka, tinch bo'ling.
Hele. Shunaqa yordam emaslik kerak. Mikrofon ushlab tur. Mikrofon ushlab tur. Men intervyu olaman. Yo'l 5 to'samchi. Yaxshi chiqish kerak, 1-2 so'la. Mana endi bekatga kelyapsiz. Shifoxonaga boryapsizmi? Salomlar. Salomlar. Okay, siz bilan intervyu olsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. İsmingiz nima? Musavir. Musavir? Siz shu Namanganda yashaysizmi? Namanganda sizga eng yoqqan narsalar nima? Nimasi masalan? Misol Namanganda sizga nima yoqadi? Morojansiz. Morojasi yoqadi, yana-chi? Shu qizlar. Ha, juda shovvoz bola ekansiz. Agarda sizga imkoniyat bo'lganda qayerga ketgan bo'lardingiz? Makkaga. Makkaga ketgan bo'lardingiz. Kattakon rahmat aka suhbat uchun. Rahmat. Yur. Ba'lim so'raysiz. O'sha mana Namanganda yaqinda qurilganlik nima yerda mana uni most dermidi? Most. Mana shu mostlardan biri. Suhbatimizni biz yana davom ettiramiz. Liftni yaxshi kech paytam ishlab turibdi. O'zi asli 8 dan keyin bu lift ishlamasdi, to'xtatib qo'ylardi. Endi ishlayotgan ekan. Atak zo'r. Oyoqda kasalar borlar, mashina chiqsa o'ta yaxshi. Yaxshi o'ylangan. Drops in the car. Cameras in the sky. Akalarimiz rasm qilishdi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka sizdan intervyu olsa bo'ladimi? Direksiyon. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mo'ye, sizlar shu Namanganda yashaysizlarmi? Namanganda sizlarga eng yoqqan narsalar nima? Masalan, kompyuter xonalarda yoqqan narsa. Şey yashamiz endi, mana shu yaxshi bilgan. Yana-chi, yana bir biror narsa yoqish mumkin? Mana shu Sardoba yoqadi, o'shanga şeydamiz. Sizga nima yoqadi? Xonalar yoqadi. Siz adashmasam oshna bo'lsan kerak a? Ha, oshna. Namanganga 10 ballan necha balli sistemada ball qo'yasizlar? 10 balli sistema. 10. 10. Valla yaxshi. Agar sizlarda imkoniyat bo'lganda qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Amerikaga? Kanada ham Amerika. Kattakon rahmat aka, tinch bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima oya? Nargiza. Siz shu Namanganda yashaysizmi? Namanganda yashayman. Namanganda sizga eng yoqqan narsalar nima? Nima desam bo'ladi? Shu Namanganni joylari, magazinlari, hamma narsasi yoqadi. Namanganga 10 balli sistemada necha ball qo'yasiz? 10. Agar sizda imkoniyat bo'lganda qaysi mamlakatga ketgan bo'lardingiz? O'zimizni Namangandan qo'ymasmi? Kattakon rahmat oya. Suhbatimizni davom ettiramiz. Endi intervyu boshlagan bo'lsam, juda ham charchab ketdim. Boshlarim og'rib ketyapti. Uning ustiga o'ta hayajon ko'p. Tanimagan inson bilan shunday kelib savol javob qilib ketish. Blogerlarga oson masala, to'g'risini aytganda. Men hozir 30 kunda o'shancha 100 ming obunachi bloger bo'lib keta olamikanman. O'zim boshlanishda o'zi qadam-qadam qiyin bo'lib o'rishni boshladi-da. Mayli. Harakatsiz natija bo'lmaydi. Avf debdan oxiriga. O'lib ketgan so'zlardan. Mana soat necha bo'ldi? Soat ko'rib beringlar. 21:15 bo'libdi. Ya'ni 9 dan 15 daqiqa o'tibdi, lekin ko'chada hech kim yo'q. Ko'chada umuman hech kim ko'rinmayapti. 9:15 bo'lgan. O'zasiz suhbatni abet mahalla boshlash kerak ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Siz shu Namanganda yashaysizmi? Yo'q, mehmon bo'lib kelganmiz. Qaysi viloyatdan mehmon bo'lib kelgansiz? Qo'qondan. Qo'qondan. Sizga Namanganda nima narsalar yoqdi? Namanganda o'zi yoqdi-da shahar. Eng yoqqan narsalarni aytib beringchi? Shu bog'lari, ko'chalari. Siz Namanganga 10 baldan necha balli sistemada ball qo'yasiz? 10 baldan 10 qo'yaman. Agar sizda imkoniyat bo'lganda qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Parijga ketgan bo'lardim. Qayerga? Parijga. Parijga ketgan bo'lardingiz, a? Kattakon rahmat. Tinch bo'ling.
Suhbatimizni yana davom ettiramiz. Simon deb olayim, o'zim Simon. Bugundan men Amerikan ismim Simon. Birinchi videoyim mana shu videoyim bo'ldi. Eslab qo'yinglar. Yanvar, fevral, mart, aprel bo'lsa 01/04/2026-yilda qo'yildi. 30 kundan keyin qanaqa rezultat bo'lganini ko'ramiz. O'sha videoda maqsadda qilingan 30 kunda bloger bo'lish. Bugunchalik 3-4 ta video 3-4 ta intervyular yetadi. Boshim og'ritdi. O'ta kam savol javob bo'ldi-da. Ammo o'ta kam savol javob bo'lgani ham juda yaxshi. Odamlarning ko'p vaqtini olmaymiz. Atak 30 sekund yo 20 sekund vaqt olinadi xolos. Mana bor-ku, chiroqda ko'z yomon g'alati ketar ekan. Uzoqdan ko'ra olmayapman hozir. Oilaga nimaga intervyu bo'lmaydi-mi? Chunki ayol kishi o'shanga bo'lmaydi. Ko'p kishi rozi bo'lmaydi suhbatlarga. Shuning uchun ham erkaklarni o'z olayapmiz bolalardan. Oddiy qo'llab-quvvatlarni, like podpiska bo'lsish, umuman esingizdan chiqmasa, chunki 30 kunda 100 ming ta obuna chiqishim kerak va 30 kun ichida normalniy blogerlardan ketishim kerak. Agarda 100 ming ta obuna chiqadigan bo'lsa, nimadir qilaman, qarach. Nimadir press bor. O'zim sovg'a beraman. Yangi iPhone olaman desam, ha? Aytib qo'ysa. Aytib qo'ydim. Endi nima bo'ladi? Yomon chaqin, nerga betga o'tib, savol sapilar ekan yana. Suhbatimizni yakunlab qo'yaveramiz, yana 2 ta odamdan suhbat olamizmi? Madaniyatda oldi bolalar. Ketdim madaniyatda. Madaniyatda oldidagi boladan suhbat olamiz. Assalomu alaykum. Siz shu Namanganda yashaysizmi? Ha, Ismingiz nima? Xurshidbek. Namangandagizga eng yoqqan narsalar nimalar? Namanganda yoqqan narsalar ko'chalari, bog'lari, insonlari yoqadi. Namanganga 10 balli sistemadan necha ball berasiz? 10 balldan 10 ball beramiz. Agarda sizda imkoniyat bo'lganda, qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Dubayga. Dubayga ketgan bo'lardingiz. Sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz shu Namanganda yashaysizmi? Yo'q, o'qiyman. Namanganda o'qiysiz. Namanganda sizga eng yoqqan narsalar nimalar? Eng yoqqan narsasi endi shu qizlari. Yana boshqa narsa ham yo'qishi mumkin-ku. Yana ovqatlar shirnagan, ovqatlar yaxshi. Namanganga 10 balli sistemadan necha ball berasiz? 10 balli sistemadan 8. Ozgina kamchiliklar bormi? 10 balldan 10 ball bermadingiz. Kamchiliklar bormi aytmay qo'yaman. Agarda sizda imkoniyat bo'lganda qaysi davlatga ketgan bo'lardingiz? Turkiyaga. Turkiyaga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Hozir Siz shu Namanganda yashaysizmi? Namangandagizga eng yoqqan narsalar nima? eng yoqqan narsalar inoqli, keyin ko'pincha odamlar, haligi mehrli odamlar, menga o'sha odamlar yoqadi. Mehrli odamlar demasga yoqadi. Mehrli odamlar hozir kamayib ketdi-da Toshkentda. O'z Namanganda juda mana Namanganimiz yashnitdi, gullitdi. Yaqinda mana nasib bo'ladi deydi. Gullar festivali bo'ladi. Shunaqa ham yoqadi Namanganda. Namanganda gashti bor-da uka. Yaxshi ekan. Namanganga 10 balldan necha balli sistemada ball berasiz? Hop, 10 beraman uka. Agar sizda imkoniyat bo'lganda qaysi mamlakatga ketgan bo'lardingiz? Agarda O'zbekistonda urush bo'lgandami? Yo'q, imkoniyat bo'lganda sizga. Imkoniyat bo'lganda, hop, men qaysi davlatga ketardim? Angliyaga ketardim uka. Angliyaga ketish maqsad bor ekan-da o'zi. Kattakon rahmat. Tinch bo'ling. Mana suhbatimiz ham o'z yakuniga yetdi. Agarda siz namanganlik bo'lsangiz, Namanganda sizga eng yoqqan narsalar nimaligini kommentariyga yozib keting va sizda imkoniyat bo'lganda qaysi mamlakatga ketgan bo'lardingiz, shuni ham yozib keting. Va videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiska bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Bosqonov Sardor bo'ldi.